Sputnik'damiz. Lokatsiyani aniqroq, diniqroq tushuntiraman. Bunda eski holi sex. Bu yerda bo'lsa mumtoz to'yxona. Shu yerda bilsangizda Zcash bor. Zcashni bo'ynidan girib borsangiz sotiladigan texlani majmuasi bor. Yanından bir ko'rsataman. Ketdik. Bugungi kundagi trenddagi kasblardan birisi bu tuning sohasi. Ustachilik hech qachon o'lmaydigan kor. Shunday odamlarga yaxshi bir taklifimiz bor. 1, 2, 3, 4, 5 dona boks umumiy. Her boks alohida, lekin depada seli katta zal. Umumiy maydoni 300 metr kvadrat. Oldina 20 metr, orqasidan 15 metr. Qurilish osti bo'lsa 20 ga 12, 240 metr kvadrat bo'ladi. Orqada bo'lsa 3 metr joy qolgan. Xot hisobi. Narxini aytaman. $50,000. Egasidan bemalol savdolatsangiz bo'ladi. Qarang, bokslar gengina bemalol Liboy turdagi mashinani girgizib ishlasa bo'ladi. Bir koridor hisobi depaga chiqib ketish uchun. Yana bu yerda texlar bemalol ustachilik qilsangiz bo'ladi. Ishlab chiqarish etsangiz ham bo'ladi, sex etsangiz ham bo'laveradi. Bu yildan ham bugungi o'zingiz ko'rib turibsiz. Kutilmagan joylar ishlab turibdi. Kutilmagan joylar tekizlanib turibdi. Xohlasangiz orqa tarafdan kelsangiz, Minissa kafe tarafdan kelsangiz ham bo'laveradi. Arka tarafında yine işi divaldan işoracha 3 metr, uzunasidan 20 metr bog' hisobi qilingan. Yan tarafda ponni hammasi turar uy bo'lib ketgan. Bizdan yamiz noturar. Bu noturar. Har ikki boksdan sanuzul, hojatxona uchun joylar qoldirib ketilgan. Yuring, depani ko'ramiz. Ikkinchi etaj 2 ga bo'lingan. 2 boksning usti 1, bu yerdan ponni qarang. 3-4 xona asa bemalol bo'laveradi ekan. Kattagina qilingan. Oynalar ham yetarli darajada qo'yilgan. Birine birinchi bo'lak, bu yan tarafda ikkinchi bo'lak. Aytib o'tganimning bir koridor. Bu yana ikkinchi bo'lak. Og'achlar ham lekin men xohladim normal og'achlar bilan bostirilgan. Oralar ham demam ochiq emas. Mana, nima deydi? Noda bo'yish narxini stoyitmi? Bu videoni ustadan aşağıya bizetini tashakkur qiling. Qidirib bilganda balki.